Hop, bugungi darsimiz sizlar bilan tekstlar bo'ladi. Bundan oldingi darsda ikkita material bilan zvuklarni tushuntirganman. Bugun endi tekstlarga o'tamiz. Hop, birinchi tanishib olsak, birinchi o'rinda bizda добавить tekst bor, ya'ni o'zimiz noldan tekst yaratsak bo'ladi. Hop, ikkinchisi bu ya'ni сохранить qilingan, bilasizlar, yulduzchani bosganda bizda сохранить bo'ladi, hamma o'zimizga yoqqan yoki ko'p ishlatadigan narsalarimiz. Men shu narsani biroz ko'proq ishlataman, shuning uchun сохранить qilib qo'yganman, qidirib yurmaslik uchun. Hop, effektli tekstlar. Mana shunaqa tekstlar bor. Основной, яркий, желтый. Hozir bitta ko'rib chiqamiz. Hop, tekstli shablon, tayyor shablonlar bor. Ortiqcha kuluvchilar ishlatmaysizlar yo boshqa qilmaysizlar, просто tayyor narsani o'zgartirib qo'yish uchun. Avtomatik subtitr bor, faqat bu o'zbekchada yo'q. Rus tili, angliyskida bor. Mana joy bossanglar, bizda qaysi tilda bor? O'zbek chiqmagan tildan keyin уже u keladi, lekin o'zbekiston yo'q. Bilan ishlatmagan. Hop, добавить tekstdan boshlaymiz. Bizda plus bor, ustiga bosamiz, ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda qo'shimcha narsalar chiqib qoldi. Pastda tekstimizni tushirdi. Boshiga olamiz tekstimizni. Hop, endi qaranglar, qizil bo'lib tushib qolgan tekst, ustiga bossa, mana уже qo'shiladi. Bu yoqni bosdim, bu yoqda narsa yo'q qoldi. Tekst ustiga bossam, уже qo'shimcha, ya'ni o'zgartiradigan narsalar chiqdi. Hop, endi nima qilamiz? Bu yoqqa tekstimiz tushib qolgan. Keldi buni işte черный fon qo'yib. Hop, qora rang o'zgartirib oldim, yaxshiroq ko'rinish uchun. Tekstni belgilaganda chetiga olib borsa, уже qanchalik uzoq vaqt turishi yoki tezroq chiqib ketishini belgilaymiz, o'zimizga kerakli joygacha olib borib. Bizga shu yergacha yetadi. Birinchi bo'lib, основной, hop, kirganimizda mana hamma narsa bor bu yerda. Pastga tushirsak, teng, kривая, yoritish ham bor, fon bor, обводка bor. Hop, birinchi boshda bu tekstni qanaqa qilib o'zgartiramiz? Bu yoqqa bosamizda, masalan, buni belgilab, уже ekranda ham ko'rinib turibdi, belgilanib. Hop, nima deb yozishimiz mumkin? Masalan, CapCut darsliklari. Hop, endi buni shrifti bizga yoqmayroq turibdi. Yonida shrift bor, sistema degan shrift ekan bu. Ustiga bossa, bizga mana qanaqa shriftlari bo'lsa, shunaqa shriftlarni chiqarib beradi. Hop, ko'rib turganingizda, har doimgidek yonida yulduzchasi bo'lsa, men saqlanib qolgan shriftlar, agar sizlar ham qaysidir shriftni ko'p ishlatsanglar, uni yonida yulduzchasi bor. Bosib qo'ysanglar, eng birinchilarga chiqib turadi, чтобы ko'proq ishlatadigan shriftlar. Buni ham masalan bosdim ustiga. Ustiga bosdim, уже bu ham tepaga chiqib qoldi. Bunda mana oxirgi marta ishlatgan shriftlar chiqadi. Hop, masalan, rombik bor. Hop, pastroqqa tushib, o'zidagi mos, masalan, resolve degan shrift bor ekan, ustiga bossam, mana qanaqa turadi. Oswald, elegant. Hop, masalan, sol tanladingda, buni biroz kichaytirishimiz kerak. Ko'rgan bo'lsanglar, уже chiqib ketdi. Kichaytirish uchun nima qilamiz? Xohlasanglar, bu yerda razmer bor. Razmerni sekin mishkani aylantirsak, pastga orqaga уже kichayadi. Ko'tarmoqchi bo'lsak, oldinga, xullas yaqin, uzoq o'xshatadi. Yokida chetga borsada, ko'rgan bo'lsanglar, mishka o'zgardi. Shuni o'zidan ham ruchnoy to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Hop, buni aylantirish pavernud bunaqasiga, mana tepada уже joyda chiqyapti, necha gradusga aylangani. -+80, 0 yoqsa 90 gradus, naоборот qilsa -90 gradus.
aniqlikda ishlamoqchi bo'lsanglar, shu graduslarga qarab qilsanglar bo'ladi. Masalan, bizga 0 kerak. Hop, uzr, bu jirni pastga chiziqcha chizadi yoki italik qilsa bo'ladi, ya'ni yotkizib qo'yish. Ko'p shrift bilan ishlaydiganlar biladi. Buni hozir shriftimiz o'zi qanaqa deydi, ich-ichidan yo'q, tag-tagidan deydimi? Faqat jirni katta bosh harflarda yozgani uchun bu yerda o'zgarmaydi. Agarda buni bossanglar hamma shriftlar katta yozuv, bunda kichkina, bunda bo'lsa har bitta joy tashlagandan keyin, probeldan keyin har bitta harflarni katta qilib beradi. Masalan, boshqa shrift qilamiz. Rombik qilib qo'ysam, men уже buni tanladim. Har bitta boshlanadigan gap, so'z, ya'ni katta harfda bo'lyapti. Keyingisini tanlasam, уже hammasi kichkina harf. Buni tanlasam, общий katta harflarda bo'ladi. Hop, svet, ya'ni bizda hozir oq svet turibdi, rangi. Ustiga bossak, mana bu yerda RGB hamma rang bor, bemalol o'zingizga kerak rang yokida bu yerda kodini yozsanglar ham bo'ladi. Qaysidir rasmdagi yoki videodagi rang yoqib qolsa, screenshot qilib, masalan, bizga bu yoqqa tashlaysizlarda timeline'ga pipetkani ustiga bosamiz, mana любой joyi chiqarib beradi. Pipetka bilan shu rang ustiga olib borsanglar bo'ldi. Xuddi shu rangni chiqarib beradi. Masalan, bizga qizil kerakmi? Boshqa rangni farqi yo'q. Bu yerda o'zi tayyor ranglari ham bor. Hop, simbol. Ko'rganinglardek, har bitta harfni eniga joy tashlash, uzoq yaqinligi. Bu bo'lsa, bunaqasiga bo'ldi. Hozir 2 qator qilib olamiz. 2 qator qilib olganimda orasi, tepa pastligi 2 qator qilib ishlayveramiz. Hop, keyingisi bu tomonni bossak, hamma so'zlarimiz, gaplarimiz chap tomondan boshlanadi. Buni qo'ysa, o'rtada hammasi, bu naborot bu tomonga yopishtiradi. Bu aylantiradi. Bizga hozir o'rtada bo'lgani yaxshi. Buni endi qanaqa videoda, masalan, videolarda gapinglar bu tomondan chiqishi kerak bo'lsa, faqat masalan chap tomondan bo'ldi. Yoki naborot bu yoqdan chiqishi kerakmi? Buni tanlab yozib ketaverasizlar. Masalan, dalishib qolganiga ham nimadir yozsa, o'sha shu tomondan yozilishi boshlaydi. Xo'p, buni o'chiramiz. Bizga sentrda turgani yetadi, hozir yaxshiroq ko'rinish uchun. Endi bizda mana bu ham shablonga o'xshaydi, tayyor narsalar ko'p ishlatiladigan. Shuni tanlab o'zimiz keyinchalik tekstimizni o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, chetiga hozir qora sepib berdim, masalan, hop, qoramiz, buni rangini oq qilmoqchiman. Oq tashlayman hozir. Hop, bitta oq rasm ham tashladim. Ko'rsatish uchun sizlarga. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, примерно ko'rinishi chetida qora stroka bor, chegarasi. Agar oq rangga olib borsak, ko'rinadi. Base stroke, oppoq tekst o'zi bo'lgani uchun mana qorada ko'rinadi, faqat oq o'tsa yo'q. Stroke qo'shsa, уже oq rangda ham oq shriftligi bilinib turibdi. Yoki naborot, shrift qora, stroka oq. Agar buni qoraga o'tkazsak, stroke ko'rinadi. Endi bu videolarni qanaqa olganinglarga qarab, stroke qo'yish qo'ymaslik ranglarini o'zingizlar belgilaysizlar. Masalan, ten rangi qora bo'lgani uchun mana qorada ko'rinmaydi, oqda ko'rinadi. Yana nima bor bizda? Bunaqasiga ten ranglar tayyor. Buni mana hozir chetida orqasida foni bor, уже fonini ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Orqasiga qaysi biri sizlarga yoqsa, o'zingizlarga mosini tanlaysizlar yoki dapishda o'zingizlar yasasanglar bo'ladi. Xo'p, masshtab, bu ham masshtabi. Endi biz hozir qo'limizda o'zimiz ruchnoy burishimiz mumkin. Tekst xohlagan joyimizga olib borib, lekin bizda aniqlik kerakmi? Masalan, x gradusda 45 bo'lishi kerak bo'ldi. Ya'ni shu 1920 ga 1080 oynamiz bo'lsa, sentrdan x gradusda 45 yokida minus 345.
ya'ni chapga. Agar minus bo'lmasa, o'ngga. Hop, agar buni olib qo'yamiz, y, ya'ni tepa pastga bo'ladi bu. Masalan, bizga minus 880 pastga tushib ketgan. Minus bo'lgani uchun pastda. Minus prosta olib tashlaymiz. Enter. 880 tepada. Masalan, ikkita gap bor. Masalan, CapCut darsliklari. Hop, bular ikkalasi bir xil turishi kerak. Bundoq qaraydi, bir xilga o'xshab turibdi. Lekin olib boramiz. Hop, 645 minus 435. 465 bu. Qancha? 445 mana o'sha bu joyga qarab turinglar, qanaqa o'zgarish bor. Hamma joyga qarab tursanglar, hozir o'zgarish sezasizlar mana. Bu boshqa tekst, bu boshqa. Masalan, bizga hop bu tomondagi asosiy bo'lsa 645. Buni Ctrl C bunga o'tamizda, xuddi shu joyga Ctrl V. Hop, endi minus bo'lsa, minusini olmaymiz, Ctrl C yoqqa Ctrl V. Hop, ikkalasi ham bir xil anaqada tenglikda turibdi hozir. Shuning uchun agar ko'z bilan chamalaginglar kelmasa, bir xillikda aniq graduslarda ishlamoqchi bo'lsanglar, shu nomerlar bilan ishlaysizlar. Hop, bunda ham o'ngga bu mana buni bilsanglar, tekst yozganda tekst qayerga qo'ysanglar ham shunaqa joyini o'zgartirmaydi. Tekst faqat qayerdan yozilishini o'zgartiradi. Bunda bo'lsa, bu общий ekranga javob beradi. Ekranning o'ng tomonida, o'rtasida, bu tomonda, tepasida, bunaqasiga pastga tushib qoldi hozir. Biz bu shunga javob beradi. Buni bosib qo'ysak mana. Bu hozir ham sentrda turibdi. Hop, смещение, ya'ni opacitesi sal kamaytirasizlar yoki ko'proq. Obvodka. Bu angliyskisiga nima deydi, stroke bo'ladi. Ustiga bosamiz, ya'ni hozir bu qora tsvet turibdi, necha foizlik oq qo'yibdi. Bilganlaringizdek, tepada ko'ringan narsa bilan почти bir xil. Endi buni rangini ustiga bosib, xohlagan rangimizga o'zgartirishimiz mumkin. Buni foizini ham, bu juda ham qalinlik qilsa, kamroq yoki yana ham qalinroq qilsa bo'ladi. Keyingi narsamiz fon, ya'ni orqasiga sarf qilamiz. Mana orqa tomonga fon. Buni ham prozrachностini kamroq, ko'proq. Hop, chetini ko'rayotgan bo'lsanglar, bundoq qilsa polniy bo'lyapti. Bundoq qilsa faqat yozuvga nisbatan shakl chiqyapti. Qaysi bir qulay bo'lsa shuni tanlaysizlar. Hop, tepa shirina anaqasiga, eniga bu tekstga nisbatan tepa balandlik, bu esa o'ng chap. Hop, endi yorug'lik. Ko'rasizlar, nur taralyapti bizni tekstimizdan. Agar boshqa rangga qilib olsak, xuddi shu rang yonib turadi. Buni ham bemalol nastroykasini videolarga qarab o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Diapazonni. Teng, ya'ni soya. Bizda hozir qora turibdi, lekin biz yashil qilsak agar, bizda yashil soya bor. Razmerini to'g'rilaysizlar, tekstdan qanchalik uzoq yaqinligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Ugli bor. Kривая, ya'ni qiyshaytirish. Birorta yumaloq narsa bo'lsa, uni aylantirmoqchimizlar. Yumaloq shakl qilib qo'ydik yoki-da bunaqasiga. Endi bu sizlarni o'zingizlarning kreativliklariga bog'liq. Bu yerda ham tayyor tekstlar bor, bu deyarli ishlatilmaydi. Effektlar. Hop, masalan bizga shu tekst yoqdi, plyusni bosamiz, tushadi.
tekst ustiga bosamiz. Mana bu yerda birorta so'z yozib oldik. Buni katta qilishimiz kerakmi? Pastga chizishimiz kerakmi yoki hamma so'zi katta bo'lsin, farqi yo'q. Xuddi shu gradient sepilgan, просто tekstimizni shriftini o'zgartirib olsak bo'ladi. Xuddi buni ham xuddi shunaqa qilsak bo'ladi. Bu yerda shu tayyor har bitta rangga почти bor. Tekstoviy effektlarni ko'rib chiqsak, bizga masalan shu effekt yoqdi yoki birorta effektni ustiga olib borsanglar, tayyor o'zi qanaqa ko'rinishini ko'rib olishinglar mumkin. Shunga qarab tekstlarni yozasizlar. Masalan, menga bu yoqdi. Ustiga bosdim. Bunaqa shaklga keldi. Yaxshiroq ko'rinishi uchun masalan bizga shu lift yoqdi, ustiga bosamiz. Masalan, plyusni bosamiz, tushadi. Ko'rib turibsizlar. Misol uzaytirib qo'yamiz. Hop, buni o'zgartirish kerak. Masalan, tepaga cap cut narsalari. Endi sal masshtabini kuchaytirib yoki kattaroq qilsak bo'ladi, u xohishinglar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'ng chap, tepa past holasida buni ruchma to'g'rilab olsanglar bo'ladi, farqi yo'q. Endi mana bosamiz. Bizda gaplarimiz biroz ko'pligi uchun nima deydi? Sizlarga ko'proq gap kerakmi? Bu yerdan plus minus qilsanglar bo'ladi. Tayyor sizlarga shablon. Avtomatik subtitr. Hop, darsimiz ham 20 minut bo'lib ketibdi. Hop, bugungi hozir shular. O'zingizlarning videolar bo'lsa, shablonlarni o'zingizlar iloji boricha yangi tekst qilishga harakat qilinglar. Charchamanglar.